O'zbekistonlik qo'shiqchi Ozoda Nursaidova uning uyiga hali ham sovchilar kelayotganini tan oldi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Xonanda Ozoda Nursaidova hazil bilan uning uyiga tez-tez sovchilar kelishini aytdi. Haligacha uyimga sovchi keladi. Onalar o'g'lini olib keladi, ishonasizmi? Farzandlarini olib keladi. Uylanmoqchisiz dedi. Uyat bormi? Uyat. Yosh yigitlar. Ba'zida onalar o'g'illarini olib kelishadi va to'g'ridan-to'g'ri ostonadan san'atkorga ularga uylanishni taklif qilishadi. Yulduz juda yosh yigitlarni hayratda qoldiradi. Hatto 18-20 yoshli bolalar ham sevgisini tan olishadi. Men faqat javoban kulaman. Men bunday his-tuyg'ularga ishonish uchun aqldan ozmadim, dedi Ozoda Nursaidova. Bu ahmoqgarchilikda majbur bo'lyapman aytishga. Men boshqa narsadan xafa bo'laman. Bilasizmi nega? Meni yaxshi ko'radigan odamim bor. Menga sovchi qo'ymanglar, uyimga kelmanglar, xat yozmanglar, odam jo'natmanglar, iltimos sizlardan. Meni tinch qo'yinglar bo'ldi.